Bizani o'ldirasizlar. Endi esa men seni o'ldiraman. Bo'ldi. Uni maydalab, axlat qutisiga tashinglar. La'nata! Bu tan qanday chiqsa bo'ladi? Ketishim kerak. Bu men so'ragan narsaga o'xshamaydi. Men shunchaki hamma qatori oddiy yashash xohlagandim. Hatto shunga ham erisha olmaymanmi? Pochta? Pochta! Pochta. Ishga borishimiz kerak. Pochta. Iblis bilan jang qilayotgan vaqtimda o'lish uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi. Lekin men o'lsam, sen yolg'iz qolib ketasan. Bitta o'zing ochlikdan o'lib ketishing mumkin. Yoki boshqa biron iblis ovchisi seni o'ldirishi mumkin. Ba'zi iblislar o'liklarni tanasini egallab olishi haqida eshitgandim. Agar bu seni ham qo'lingdan kelsa, mabodo o'lsam, meni tanamni olishing mumkin. Dafn marosimim tugashini kutib tursang, tanamni egallaganingdan keyin seni yakuzalar bezovta qilmaydi. Keyin sen bu yerdan ketishing mumkin bo'ladi. Va undan so'ng men seni oddiy hayot kechirishingni va oddiy o'lim topishingni xohlayman.